Siz menga 1 yil avval aplastik anemiyani eng og'ir turi 0 trombosit bilan kelgan edingiz. Esizdami? Esimda. Men sizni endi ko'rib turibman. To'g'rimi? To'g'ri. Sizni Dadez mahsulotimizni olib ichilgan juda ham og'ir ahvolda. Ham meditsina ham biz mana shunaqa bo'lib olib bordik sizni, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin orada bir to'xtovlar ham bo'ldi. Nima bo'lgan taqdirda ham hozir siz faqat mana shu mahsulotlarni ichdingiz. Shu mahsulotlarni ichdim faqat. Siz o'zi gruppaga chiqqansiz, ikkinchi gruppaga chiqqansiz. Davlat tarafdan berilgan dorilar, dori-darmonlarni umuman qabul qilmagansiz. Hozir siz уже 100% yaxshi bo'ldingiz. Trombositlaringiz 296 bo'pti. Inshaalloh, rahmat sizga. Siz yaxshi bo'ldingiz hammasidan. O'zingiz hozir yaxshimisiz? Allohga shukr, zo'r. Xursandmisizlar? Judayam xursandman. Inshaalloh. Doktorlar sizga siz qanday yaxshi bo'ldingiz deb so'rashyaptimi? Qanday yaxshi bo'lding? Biz dorilarni ichmayapsanmi deydi. Keyin siz aytib berdim. Keyin sizga уже Asetda men bilan birga guruhlarda turgan 2 kishidan 3 ta odam mendan nomeringizni olib bu yoqqa kelishdi ham ular. Kelishdi. Yaxshimi ular ham? Inshaalloh. Ilohim yaxshi bo'lib ketsin, sizni yo'lingizni bersin. Mana bemorimizni bugungi analizi. 296. Mana ko'rishingiz mumkin. Bemorimiz to'liq yaxshi bo'ldi.